Evet canavarlar maşallah maşallah. Assalomu alaykum o'zbek motlari YouTube kanali kuzatuvchilar. Akalar bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin. Bugun men Farg'onadaman. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Sulton qishlog'idan Buxo'dan akamning xonadoniga kelganman akalar. Buxo'dan akamning xudo xolisa bugunga bir eksklyuziv yaxshi chiqarish bo'ladi. 14 bosh akalar. Ular 3-4 oylikdan 1 yashargacha bo'lgan toylar bor akalar. Xudo xolisa video bittadan like bosib bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. İnşallah Muhudin akamdan ham bugunga bir yaxshi to'ylar bor. Like bosib turinglar, men boshlayman. Muhudin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsiz aka? Sog'lom yaxshimi? Allohga shukr. Muhudin aka, inshaalloh bugungi 14 bosh. Aha, 14 bosh. Bo'ldi aka. Akalar, qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Bitta bularni bir ma'lumotlarni choyla qilib yetkazib berilaveradi. Muhudin aka, Ohoy. pul qulaylardan boshlaylik aka, haligi kichkinasidan boshlaylik. Qancha necha bor? Shu kichkinalardan boshlaymiz akalar. Videodan yaxshi bosib inshaalloh. Manfaatli yaxshi videolar bo'lyapti degan umiddamiz akalarim. Biz elimizga, yurtimizga bir manfaatimiz tegsa, xursand bo'lamiz inshaalloh. Ana akalar. Yaxshi narsalar, tavsiya qilinadiganlar. Xo'p, Muhudin aka, bular erkakmi? Bular erkakmi? Erkak, ikkalasi ham. Ikkalasi erkak. Ana akalar. Bu yoqqa yurgizib boring aka. Xo'sh, shu yerda tursa ham mayli. Yaxshi turib chiqyapti. Shu yerda tursan aka, bitta bir ma'lumotlarni beraylik. Necha oylikdan bo'ldi aka? 4 oy, 5 oylik atrofida to'ylar endi. 4-5 oylik atrofida to'ylar. Bo'yi necha bo'ladi aka? Buniki 1 metr. Oshiqroq bo'lsa kerak Ha, aka. buniki oshiqroq, buniki kamroq. Bunisi bir chiqib qoladimi? Chiqadi. 1 metr izomchada. Akalar mana. Narxlari necha puldan aka bularda? 10,5 9,5. 10,5 ga 9,5. Jupiga 20 million so'm bular. 20 million so'm bo'ladi. Mana akalar. 7 ishda tani joni xudo xolisa sog'a. Ikkovini bir joyga olaman degan sal arzonroq qilib beraveramiz. Bo'ldi aka. Kelishtirib berasiz. Jupiga 20 million bo'ladigan bo'lsa aytilish narxi. Shu beriladi aka. Bo'ldi hesa. Xo'p, Muhudin aka har doimgidek dastavkalari ichida Dasturxon qilib beryapmiz u. Samarqandgachamida? Bo'ldi. Aka yurgizavering aka. Muhudin aka, qolgan bir ikkiligini ko'rsatamiz. Bularni menimcha bir ma'lumotlarni berdik. 7 ishda tana joni sog'. Ham ko'rak, oyoqlar hamma bir tortib qo'ydik. Tortib qo'ydim aka, oyoqlarni. Qashqa. Bo'ldi. Akalar chayka so'raganlar uchun, saman so'raganlar uchun xudo xolasa. Biz qolgan ikkitalikka o'tamiz. Xudo xolasa akalar, ikkinchi partiya bo'ladi. Baytalchalar bular. Baytalchalar. Ikkalasi ham baytal. Ikkalasi ham baytal. Jonivorlar. Yaxshi aka. Agar erkak bo'lganda yana bir boshqacha bo'lardi aka. Bularning bo'yi necha chiqib qoladi aka? 1 metr oshiqda bular. Biri 10 ga bo'lsa kerak emas. Biri 10, so'ndan biri 5 chiqaveradi. Biri 5. Bo'ldi aka. Biri 5 bilan biri 10 da o'rtasida menimcha. Akalar, mana sizlar uchun. Necha oylikdan aka bular? Bular 5 oylikdir, 6 oylikdir. Aha, bilmaysiz necha oylikligini? Endi to'shnisini bilsam aka farqi eshitsam buni. Aha, bo'ldi. Xudo xolasa 4-5 oydan olaverasizlar aka. Baytalcha kelasi ham ko'proq. Kelasi ham baytalcha. Oyoqlarini tortib qo'y. Yana Bular yurgizib. bu yoqqa yurgizing. Bu yoqqa yurgizing. Narxlari necha puldan aka bular? 10 million so'mdan kami bor. 10 million so'mdan kami bor. Kami bor. Kelishtirib berasiz aka, xudo xolasa. Bo'ldi. Akalar, qiziqqanlar aloqa chiqinglar, xudo xolasa. Muhudin akamdan menimcha bir ajoyib bir yaxshi chiqarishlar bo'lyapti. Dastavkalari ham ichida, xudo xolasa. Shu aytilayotgan narx ichida ekan, haligi o'zim bilib-bilmay gapirib qo'ymang. Aha, bilasiz. Endi baribir siz ham olib kelib tirishchilik qiladigan odam. Bo'ldi. 10 milliondan kami bor. Kami bor. Kelishadigan joylari bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ldi, yurgizib qo'ying, bitta yurishlardan tortib qo'y. Ularni ham deysh. O'shada yurganlarni yetalab qo'y. Yengitga bir. Endi bitta yerda urilgan joyi bo'lishi mumkin. Arqon chiqagan bardim bularga. Bo'ldi. Muhudin aka, bular erkakmi aka? Urg'ochi. Urg'ochi yana bu ikkalasimi? Baytalchalar bular. Ajoyib. Nechta baytal bor bular 14 tani ichida? 4 ta. 4 ta, 10 tasi erkak, 4 tasi baytalchalar. Akalar. Baytal u janon narsalar. Ha, shunday ekan, mashalloh. Formalari juda chiroyli ekan ikkalasimi? Erkak bo'lganda zo'rlarida. Erkak bo'lganda 1000 dollarga yo'q edi. Narxi necha pul aka bular? Mana o'zingiz aytib qo'ydingiz. Endi 11 dan kam bor desam bo'laveradi. Elga tushgan ish bitsinga farqi 21 million so'm. Jupiga 10,5 million. 10,5 dan. Biri 10 dan chiqib qoladi bular. Xudo xolasa biri 10 dan chiqadi. Ajoyib chiroyli narsalar.
to'rt oyoqlarini Kulishlari tortib ham. oyoqlarini. Mazza qilib boqadi. Ko'pchilik oyoqlaridan bir ko'rsatib qo'ysam yaxshi bo'ladi-da. Mana akalar xudo xolasa tilingan joylari ham yo'q ekan. Yo'q, bularda yo'q. Narigilarda tekis. Endi aka bu yosh narsalarda, bularni olib borib tashlab qo'ysa, pul o'zi bilan o'sib turadigan narsalarda inshaalloh. Biya endi janon narsada. Ha, shunday. Xudo xolasa bir kelajakda bir yaxshi narsa o'ziga biya qo'ysa bo'laveradi-da aka. Biya chiroyli bo'lmasa ham bo'lmaydi. Xo'p, 10,5 dan kami bor. Ha, Kelishadigan joyi bor. Bular Bor, bog'lovga bor. yaqinda tushishganda endi, o yurishni ham bilmasa kerak, alar qanday yaxshi. Hayda. Lekin o'rgatyapti. Bo'ldi aka. Akalar, olib kelib ko'raylik. 21 million so'm kam. 21 million so'm kami bor, 10,5 million so'm akalar. O'g'din aka, endi kattaroq partiyalarga o'tiramiz-da, sekin-sekin, ha? Mana akalar. Ahilsa bular erkak. Ular erkak. Yoshiga to'lgan bular, ha? 1 yoshdan o'tdi. Bir yashardan o'tdi aka. Arqalarini, kurslarini. Bo'yni uzun boshlarini haligi. Ajoyib yaxshi ekan akalar. Bo'ylarni chiqib qoladi aka. Hozir buni qirq oshiq bo'lsa, buni 35 chiqsa kerak. 35. Yetalab qo'yingchi bitta, yuguzib qo'yingchi. Ey jonivorlar. Bo'ynidan uzunliklari, ko'z siymasi yaxshi ekan. Aka bular foto bir xabaringiz bor? Ha? Bo'yin aka. Endi bunisini bilmayman, qardim. Zotini bilmaysiz. Yerga qo'yaveramiz-da buni. Aha. Obunachilarga qo'yilaveradi aka. Danchak desang, danchak bas. Qora berib desang, katta bo'lib ketadi bular. Bo'ldi aka, narxi necha puldan bular? Ikkovgami? Ikkoviga. 15 dan kam bor. 15 milliondan kami bor. Kami bor. Kelishtirib berasiz. Yana tushib beraymi yana? Tushung aka. 29 million so'm. Kami bor. 29 million so'm. Kami bor. Bo'ldi. 1-200 ming qilmay. Bo'lardi aka. Maqsad sotishing bu. Albatta aka. Shunda 14,5 dan bo'ladimi? 14,5 dan kami bor. Aha. Akalar xudo xolasa menimcha oylarda bir Kallalarni ham tortib ketik. Kallalarini bitta tortdik, qarchig'aylarni tortdik mana. Kallasi bu boshqa narsadir. Ana qashqalar akalari. Oldi fundamentlari. Faqat bitta oldidan tortdik. Mana. Ozgina chaqasiz to'g'raydi. Ha. Endi aka endi boshdan tekkan. Zallis yo'q. Faqat oldiga. Bo'ldi. Endi u yoq tarbiya. 29 ham bor jupiga, 14,5 dan donasiga. Jupiga olsa yana kelishtirib berasiz. Ha, kelishtirib beraman bari. Aka olib kirib ko'rasiz. Jonivorlar, akalar, tillasaman, egizaklar. Mashalloh. Ro'g'din aka qayerlardan topyapsiz aka bularni? Bunisi yig'ilib qoldi-da, bunisini ko'rgan odam oldinga shu bitta qoldi. Ha, o'tgan safargina narigisi chekillar, bunisimi? Bunisi. Bunisimi? Ha. Bunisiga rosa ishqibos ko'p bo'ldi endi. Ha, bo'ldi. Rizqi nasib. Rizqi nasib. Hali har nimani hali oltin davri bo'ladi. Uyingga bir toylarni ham bu rizqiganni qarangki, ekov shunaqa oyramda ot kelar, sherigi bilan chiqaman degan bular. Sherik yo'lib sotilaman deganda aka bular, ha, bo'lmasa. Lekin ko'z suymasin. Yaxshi narsalar ekanchi. Ekov bir qanchayli. Bitta yetalab qo'yingda, uka bu yoqqa. Qatayib. Ana. Hozir yana bir quyosh olib qolyapti orada. Qaytarib oling. Kallalarni yaxshilab. Albatta aka, to'g'ri. Bu yoqqa olib kelib qo'ying-da. Shu salqin qo'yib qo'ying. Bo'ladi. Endi bir haligi pagodamiz ham hozir yana salqinroq, quyoshroq bo'lib qolyapti aka. Uzr so'raymiz. Bo'ylar necha bo'ladi Mo'g'din aka? Buni 40 dan kam chiqmaydi. Bu qaradan kam chiqmaydi, bor. Narxlar necha pul bo'ldi endi bular? 15 dan kam bor. 15 milliondan kami bor. Kami bor. Kelishtirib berasiz. Bir metrga tortib qo'yaylikmi yo? Metr bormi? Metr qayda? Xo'p. 15 dan kami bor aka. Metr deb keyincha qolgan ma'lumotlarni berib qo'ydik aka. Oyoqlarni bir qator yana bir tortib qo'ydik. Bo'ldi aka. Tortamiz oyoqlarni. 7-ishkilar Xudo xolasa. U nima? Mana akalar oldi fundamentlari. Ko'ringlar. Qani Mo'g'din aka? Buruq qo'mini. Aha, shukr xabari cheki. Qani jamoat taktirchi. Xohlasa 35 ekan. Hozir xohlasa chiqadi. 35 pul desam.
Bo'ldi aka. Endi hozir 1 yasharli otga shu ham normalli. Ha, yaxshi aka. Xudo xolasa men uch ikkalansa ham balandroq chiqsa kerak, bir 37 ga borib qolsa kerak. Ha, bizda Endi aka, shu bo'yi mana endi tortdi. metr hech bo'ladi, hal qilmayapti. Albatta. Iloy yaxshi ot bo'lsin. To'g'ri aytasiz aka. Endi haligi tarbiya. bu o'sha har doim ko'p aytib ketaman aka, videolarimda 2 metrligini ham ko'rdik aka, 55ligini ham ko'rdik. Shu. Muhimi yuragi bo'lsin aka. Ha. Vijdon toza bo'lmasa, ish qilmasa, O bitta vijdonda emasda, tarbiyada ham ishga tushadi barda. Bo'ldi aka. Ko'rib yaxshilmaqsin. Olib kirib qo'ying. Tillosam ham oqjol. Yaxshi. Akalar xudo xolasa bitta kattalashib boraveryapti. 150 ham chiqadi-yu mana bu. Bunisi bitta tortaymi aka? Metrda. Tortamiz bu Qo'yinchi metrda. bu o'zi bo'ldi metrda qo'y. Bu dollarga yetiradi ostda hali. Endi sizda dollar kamroq chiqadi-yu, so'mga gaplashaveraylik aka. Shunaqa, lekin boshqalarda dollar bo'ladi, bizda so'm ishlaydi. So'm haqida gaplashaylik aka. 555 akalar 555 deb so'rasizlar. Nima bo'lgan shakllar yo'lana, ha? O'xir-po'xirda bo'lgan shakl. Ha. Narxi necha pul aka buni? Bu yoqqa qo'yib qolaydi, bundan qo'yash, o'tib qoling. Aka kelishtirib yaqin qilib ayting aka. Haligi yaxshi narsa chiqmasa narx ko'tara olmaylikda. $1,500 qiynamay. Etemi deb turib 16 million so'm xayri bor. 16 million so'm xayri bor. Ha. Xayrini qilib berasiz, xudo xolasa aka. Qilib beraman. Shunchasi qilib beryapti faxriddin. Bo'ldi. Ot boshqa narsa, yo'q, kalla, kruz. Qarchiga aylanish. Bo'ldi. 16 million so'm kamini qilib berasiz xayri. Bunisi aka. Bunisiga ham bir 5 qashqa bu ham. 5 qashqa. Bitta ko'z chag'ir. Chig'ir ko'z ekan-a? Aylantiring shuni. Bo'ldi aka, buni narxi necha pul aka? Bunga ham 16 kam bor. 16 million kami bor. Kelishadi aka. 15,5 kam bor. 16 ga 15,5 shunda. To'g'rimi aka? Ha, buni bo'yin tortib qo'yamiz, necha chiqar ekan endi? Bu tortib qo'yilib 555. Aha, mayli. Mana sal tiklab qo'ying-da to'y. Tortang ko'shtaman. Mana sekin. Tak. Buni 45 ekan faxriddin. 145. Ha. Buni 50 Aha. Chiqadi 145 aka, xudo xolasa. Yo'q. Bo'ldi. Ot endi yana bir shu ko'rsanligi, o'zini kelajagi ot qilaman desa, ko'chada minib yursa, baqib shunda ot degidek ot. Xudo xolasa inshaalloh. Bo'ldi aka. Bitta ko'zi chag'ir. 15,5 ga 16 bo'ldi, shunda. Bo'ldi. Aka olib kirib ko'ringlar. Xudo xolasa mo'dan aka dastlabkasi o'zi o'maydi, nuqta arqonni ham beryapman. Endi aka sizdan bir nima esdalik bo'lib qoladi-da. Bo'ldi. Ularni irim qilmaymiz siz. Endi aka bitta arqonni. Endi arqonni qo'shib beraversa, haligi oti ketib qoladi. Ya Allohim aka. Rizq Allohdandir aka. Shu. Bunda haligi shirkchi bo'lib qolamiz-da. To'g'ri kelmaydi narsa. Bizda mana shu. Xudo xolasa Jiron qashqalarmi bunda endi? Ikkita akalar mana. Ikkalasi ham yaxshi narsalar akalar. Narigilarga qaraganda ham yana ham. Muhdan aka, jupiga narx ayting aka, shular egizak qilib. Jupigami? Ha. Bir yaxshilab ot ko'rsatib qo'y. Endi men haligi intellektual nuqtasidan boshlayman deyman-da. Eng qiziq yerda baribir narxi. Qiziq yerga qarayishi deydi-da, shunga aytgan. Mana aka. Buni qo'llari sal boshqacharoq ekan-a? Bo'dan aka bo'ylab bir qirqdan chiqadi. Uni shunaqa chiqadi, buniki ot chiqadi. Bu ekoyam boshqa dunyo, endi bu 100% ot narsa. Ot katta uloq ot ko'radi deydilar.
Shunday ekan, onlarni hozir bitta tortib Boshini bitta ko'rsating. Ularni ko'rsatib qo'ying, ha. Narxini ayting aka, endi bularni ishni kuydirmangda. Jupiga 32,5 kami bor. Jupiga 32,5, Kami bor. jupiga. Ha, kami Dona- bor. So'ra. Donabayga bo'lsa nima bo'ladi unda? Hisobimiz chiqmay qolmaydi. 16,5 bo'ladi. 16 ga 16,5. Chinasi qimmat bo'lmaydi-yu. Bo'ldi hisob aka. 16,5 ga keladi. 16 bo'lyapti shunda. 32,5. Hisobingiz bo'yicha aka berib qarang. Bo'g'dan aka, unda bo'lsa qiziqqanlar aloqa chiqishadi, qo'ng'iroq qilishadi. O'zingiz bir batafsil ma'lumotlarni inshaalloh qilib beraverasiz aka telefonda. Ha, endi hamma narsani maxfiy o'rganlar avvalo odamni o'zi Bo'ladi. ko'rsin. Aha, albatta aka. Ha, ko'rib, fikr qilsa o'zi kim qanaqa gapiryapti, eshiki ot ko'rsa ot o'zi aytib beradi. Hech kim narsani yomon demaydi. Mhm. Oti bor otini maqtaydi, eshagi bor eshagini maqtaydi. Hamma narsasi o'ziga yaxshi. To'g'ri. Fikr qilish o'zida. Yo'qsa olnaveradi. To'g'rimi shu- aka? Ha. Akalar, hop, qiziqqanlar Muhiddin akamga aloqa chiqinglar. Manzil Farg'ona Uchko'prikda, Sulton qishlog'ida Muhiddin akamni 14 bosh qulun to'ylab bo'ldi. Quluni ham bor, o'sha yetganlari ham bor. Har xil u Har xil variantlar bor. Istakka monon haligi ko'ngilga qarab, kayfiyatga qarab tanlab ikki oladi. yashardan 5 oylikda 3 yashargacha-da. Bor, hammasi bor. Bo'ldi. Akalar bizni Talablarga kuzatib, binoan. videodan like bosib turaveringlar. Xato kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Ko'rishguncha omon bo'linglar.